Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Mening qachamni ishlat. Tushlik tamoq kelganda ozod qilindik. Lyudavan qamoqxonasida bir mahbus tamoq usub beradigan oshpaz bo'ladi. Chlakning tagida qolgan baranga sho'piklari doim xola tarafda o'ltirgan yangi keldaxonlarga ishib qoladi. Bu yerda hammamiz qochimizni ko'tarib tiziladiganmiz. Inqilobiy naqshlarni o'qib bo'lgandan keyin navbat bilan kamera ishkiga chiqarilgan ro'jakka boradiganmiz. Koridorda bir mahbus mas'ul kadrning nazoratida tamoqni usib beradigan. Tamoq Tangirtog' va Lyudavandiki bilan xuddi bir ustam aytgandek o'xshash. G'eni manga sizilib ketgan yaloqdek sat bir qochini tashlab berdi. Qochini ilib, amdi yesvilak sho'rpisiga o'chiratga turishimga bir Uyg'ur mahbus kelib, qo'limdan qochini tortib oldi-da, "Aka, bu qochini bir kesal Xitoy ishlatgan. Sen ishlatma. Bas aytang ichmaganga o'lmaysan. Mo'mini quruq yesangmi, qaynoq suv bilan yesangmi bo'ladi", dedi. Men qochini qo'yib turatdim. G'eni "Turap ey, haq bilan nima ishing sening? Bekorlik tamoq, Uyg'urcha siyliq gap qo'saqni astimi?" deb varqiradi. Kamerada varqirashlar boshlanib ketdi. Egiz, o'ruq kelgan G'enining oldida jug'i kichik turab, qushqashdek ko'rinadi-yu, qo'rqmay tang turadi. Uzun o'tmay Gundupay kelib, Turabni kameradan chiqishga buyruq qildi. U kiyim-kechaklarini yig'ishtirgan bo'lib, menga ostirtdan qarab, "Aka, men qachamni berib chiqib ketay. Mening qachamni ishlat. Men jidal qilib kirgan, kasal yo'q", dedi. Uning chiroyida xotirjamlik, g'oliblik aks etib turadi. Yangi qamoqxonaga kiribla bir jidalga sabab bo'lganga ezildim. Yangi kelganlarning hojatxona yinida tamoqlanishi har qanday qamoqxonada xon yorliqi bo'lsa kerak. O'zimga taqsimlangan xolaga yaqin joyga kelib o'ltirdim. Qarasam hisobimizdagi pul so'ralganda 3000 so'm bor deb varqirgan do'rday kalpoq Xitoy xoladan eng yiroq yerga G'enining yiniga joylashibdi. Hisobimizda bor pulning nima uchun so'ralganligining tegiga yetdim. Qarasam bu kamerda qo'yuq soqolliq bir buvay va 2 yosh yigitga qizil jildga kiydirib qo'yibdi. 18 mahbusning ichida 8 Uyg'ur bor ekanmiz. Siyosiy mahbuslarga shuncha qarab ketdim. Salom qilishga har qancha tamshalgan bo'lsammi, ular ko'zini ilib qochadi. Tushlik tamoqdan keyin G'eni meni bir haftalik tozalik qilishga o'rinlashtirdi. Qaraganda 2 yosh siyosiy mahbus kameraning tozaligini ustiga olgan bo'lsa kerak. Tushlik tamoq yeyilib, hammaylar karvatga chiqib, tushlik uyquga hozirlangandan keyin ularni menga tozalikni qandoq qilishni o'rgatkili soldi. Xola tozalashga meni emas, men bilan kelgan bir xristian Xitoyni belgiladi. Men Ko'ktoqqa kelgan tunji kunim putidagi kishanga yo'g'on 3 uyul cho'yin suvarkilangan 2 siyosiy mahbusni haftalik oromga chiqarganimdan xush bo'ldim.